Assalomu alaykum. Bugun e'tiboringizga eniga 17,60 va uzunasiga 11,60 bo'lgan bir qavatlik ixchamgina 5 ta xonadan iborat bo'lgan ekonom variantdagi yosh oilalar uchun qilingan korobka holatida uy proyektini namoyish qilmoqchiman. Avvalo videomizni boshlashdan oldin sizlardan bittadan like, podpiska va o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Eslatib o'taman, bu proyektimiz samarqandlik bir mijozimizning talabiga binoan qilingan va o'sha kishining xohish istaklaridan kelib chiqib plan qilingan. Xo'sh, bir boshdan tushuntiramiz va video davomida uyimizning tomlarini olib plan ko'rinishini ham ko'rib o'tamiz va video oxirida xuddi mana shunday uy qurishingiz uchun taxminan necha pul sarflanishini ham aytib o'taman. Xo'sh, bir boshdan ko'cha tomonidan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz bo'lyapti. O'rtada ikki tomonda ikkita korpus uyimiz joylashgan bo'ladi. Ko'cha tomonda mana bu yerda bitta kattagina mehmonxonamiz va bu yerda ikkita xonamiz bor. Ko'cha tomondan ko'rinishida bittaga o'xshab ko'rinadi, lekin bu yerda aslida ikkita xonamiz bor. Hozir birato'la o'sha uylarimizni tomini olganda xonalarning razmerlarini ham ko'rsatib o'taman. O'zlaringiz bemalol tasavvur hosil qilib fikr almashishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, ko'cha tomonni tushuntirib o'tdim. Endi tomlari yopilishi mana shunday holatda tomlari yopilgan bo'lyapti. Ikki tomonda qo'shnilar bo'lgani uchun devorlarimiz gulxoy bo'ladi va hovli tomondan tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni mana to'g'ri darvozaxonadan kirib kelamiz va ikki tomonga alohida kiradigan zinamiz bo'lyapti. Verandachasi bo'ladi. Birinchi bu tomondan boshlaymiz. Mana bu yerda mana verandadan chiqamiz. Bunisi mana ota-onalar uchun bitta yotoqxonasi bor va bu tomonda mehmonxonamiz bo'lyapti. Ya'ni darvozaxonadan to'g'ri kelganda mehmonxonamizga ham shu yerdan kiriladi va bu yerda ham bitta sanuzel bor va ikkinchi korpusimizda ham xuddi shunday sanuzeli bor. Va bu tomonimizda 3 ta xonamiz bor. Ya'ni verandadan to'g'ri kirganimizda bu yerda oshxona, oshxonaga to'g'ri shu yerdan ham kirsa bo'ladi. Uyning ichidan mana bu eshik orqali, koridor orqali kirsa ham bo'ladi. Qulaylik jihatdan shunday qilingan. Oynalarimiz to polgacha qilingan, chiroyli ko'rinishligi uchun. Va bu tomonda yana ikkita xonamiz bor, boya aytganimdek. Va undan tashqari bitta sanuzel ham tashlab o'tib ketganmiz. Xo'sh, umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ixchamgina va endi yana ham tushunarli bo'lishligi uchun tomlarni olib to'liqroq ko'rib chiqamiz. Yuqoridan qaraganimizda mana shunday holatda bo'lyapti va bularni bir planini ko'rsataman va birato'la razmerlarini ham aytib o'tib ketaman. Xonalarimiz ichlari pergorodkalar gipsokarton bilan ajratiladi. Bu yana ham uyimizni arzonroq bo'lishiga xizmat qiladi. Chunki bu yerga qalin devor shart emas. Mana shunday ichlariga utepletel qilib gipsokarton qilsa bemalol mana bu qalin devorni issiq sovug'ini kuchini beradi. Xo'sh, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu yerda mana darvozaxonamiz. Bularning razmerlarini ham birdan aytib o'tib ketaman, ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni darvozaxonamizga keladigan bo'lsak, mana razmerlari 780 ga bunaqasi 380 bo'lyapti. Darvozaxonamiz bemalol bitta mashina sig'adi va yonidan o'tib qaytishga ham joy bo'ladi. Mehmonxonamizga keladigan bo'lsak, mana mehmonxonamiz razmerlari 610 ga bunaqasi 3,5 bo'lyapti. Bu ham kattagina mehmonxona bo'ladi. Va bu tomonda koridorlarimiz, bular razmeri shart emas. Mana bu yerda bitta sanuzelimiz bo'lyapti. Mana bu ham 230 ga 180 bo'lyapti. Bemalol bitta vanna, rakvina, unitazni joylashtirsa bo'ladi. Va bu yerdan aylanib kelamiz. Mana kirgan joyimiz, bu yerdan verandamiz. Bu yerda koridorga kiradigan bo'lsak, mana qolgan xonalarga o'tiladi va mana bu eshikdan to'g'ri yotoqxonamizga ham kirsa bo'ladi. Ota-onalar yotoqxonasi. Bu tomonda ikkita xonamiz, bolalar xonasi sifatida ishlatsak bo'ladi. Buni ham razmerini keltirib o'taman. Mana bunaqasiga 5 metr va eniga 3,60 bo'lyapti. Bular ham ko'rib turganingizdek kattagina razmerda bo'lyapti. Qolgan xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana ikkita bolalar xonasi, boya aytganimdek, ko'cha tomondan qaraganda bitta xona ko'rinadi, lekin ichkarida gipsokarton bilan ajratilgan ikkita xonamiz ixchamgina bo'lyapti. Mana bularning eni 380 ga, bunaqasi mana 3 metr bo'lyapti. Bolalar xonasi uchun juda ham normalniy, uncha kattalik emas, katta ham emas, kichkina ham emas. Bunisi ham xuddi shunday, shu razmerda, mana 380 ga 3 bo'lyapti. Xuddi shu razmerda bo'lyapti. Sanuzelimiz, bu tomondagi sanuzelimiz sal razmeri kichikroq. Ya'ni mana 180 ga 170 bo'lyapti. Mana shunday holatda bo'lyapti va oxirgisi oshxonamiz. Oshxonamiz ham choy ichadigan, ham ovqat pishiradigan xona qilingan. Shuni hisobiga razmerini kattaroq qilganmiz. Ya'ni to'g'ri 5 razmer va bunaqasiga spalnimizning razmeriga o'xshagan 3,60 bo'lyapti. Mana shunday
holatda bo'lyapti. Umumiy yosh oilalar uchun yoki yosh oila bo'lmasa ham, masalan, ota-ona bu yerda yotadigan bo'lsa, bu yerda yosh o'g'lini uylantirgan bo'lsa, ikkita kelin-kuyov uchun bu tomon bemalol o'zlari bu yerda yotsa, yosh bolalari bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda yotsa ham bo'ladigan sharoitda qilingan bo'lyapti. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti. Endi eng qiziq joyi, mana shunday uy qurishimiz uchun, korobka holatidagi uy qurishimiz uchun taxminan qancha ketishini hisob-kitoblarimiz bo'yicha 25 ming, 30 ming dollar pulingiz bo'lsa, xuddi mana shunday uyni korobka holatida bemalol qursangiz bo'ladi. Agar sal ekonom variantroq qilaman desangiz, undan ham arzonroq tushishi mumkin. Chunki bu yerda hammasi pishirishdan qilingan. Agar xomg'ishdan qilib, regil kolonnalarni sal ekonom variant qilsangiz, yana ham arzonroq tushadi degan umiddaman. Xo'sh, mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, kimga shunaqa proyektlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.